testini göremiz. Demek hazır bize sizler bilen 7. variant nerede bu? 7. variant 41. Mesele. Demek dikkat kılamiz. Ekvivalent miqdorda olingan kalit so'zlar bo'ladi bu misollarda. Dikkat kılamiz shu narsaga. Tushundikmi? Ekvivalent miqdorda olingan 2 modda suvli eritmalar aralashtirilganda 25 gram 2 valentli metal tuzu ajraldi. Tushundikmi? 2 valentli metal tuzu ajraldi. Cho'kma filtrlab olib 1100 darajada shu sifralar ham bizga yordamga keladi. 1100 gradusgacha qizdirilganda 14 gram qattiq holdagi metal oksid va gazsimon oksid hosil bo'ldi. Shuni o'qigandan keyin sirasiga lavhaga keldi. Ana 25 gram cho'kma go'yoki dedim kalsiy karbonat nayberib turibdi, chalinberib turibdi. Keyin o'yladim, kalsiy karbonat parchalangan kalsiy oksid chiqadi. Как раз karalgan cho'tki. Tushundikmi? Men shunda saz bildim. 25 gram cho'kmadan 14 gram ne oldu dedi? Tüm boluyum metal oksit ve gaz simon oksit dedi. Tushundikmi? Ya'ni mana shu joyini o'zidan sirasi topishlarimiz kerak edi sizlar. Qaysi modda ekanini qaranglar. 100 da chiqadi 56, 25 da chiqadi 14. O bo'ldi topdik dedik. Demak, cho'kma bu kalsiy karbonat ekan. Tushundikmi? Keyin filtrat dedi, ohista bug'latildi. Ya'ni filtrat nima bu desa, birisi cho'kma, ya'ni mana bu qo'shganimizda kalsiy karbonat cho'kma va qaysidir bir X modda va u suvda eriydi. Tushundikmi? Mana bu suvda erib turgan qismi filtrat hisoblanadi. Filtrat nima desangizlar, cho'kma bilan eritma birga turibmi? Cho'kmani filtrlab olgandan keyin qolgan qism filtrat hisoblanadi. Ya'ni sof chin eritma filtrat hisoblanadi. Tushundikmi? Endi nima dedi? Filtrat ohista bug'latilganda dedi. 40 gram quruq qoldi. Bilmaymiz uni qaysi modda ekanini. Mana shu yerda qaysidir bir modda bor. Mana shu 40 gram bo'lgan, mana bu 25 gram bo'lgan. Tushundikmi? Xo'p, endi nima qilamiz? Qoldiq dedi. Demak 40 gram quruq qoldik. Gap nima zanjirli davomi bor. Qoldiq, mana shu qoldiq. 40 gram qoldiq. 215 gradusda termik parchalanganda 2 xil gaz, 2 xil modda hosil bo'ldi. Diqqat qilamiz. 2 xil modda 18 gram suv bug'i va gaz simon oksid olindi. Demak, u yerda metal bo'lmagan. Tushundingizlarmi? Suv bug'i va gaz simon oksid. Chunki hech bir oksid, gaz simon modda tarkibida metal yo'q. Tushundikmi? Metal bo'lmagan oksid. Может karbondan ketdi, может azot oksidlarida, может SO2 bilmaymiz. Lekin u tuz bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu X modda. Endi qaranglar. Bug' va gazning umumiy hajmi dedi. Bug' va gazning umumiy hajmi 33,6 litr. Demak 1 mol suv bug'i chiqqan, yarim mol nima chiqqan? Gaz chiqqan. To'g'rimi, xatomi? To'g'ri. Chunki 33,6 litr deganda biz nima tushunamiz? 1,5 mol tushunamiz. 18 gram suv bug'i chiqdi, aniq o'zi aytdi. Demak, uni yonida yarim mol chiqqan ekan, to'g'rimi? Endi qaraymiz. 1,5 mol dedi. Endi qanday informatsiya berib turibdi bizda? 40 gram quruq qoldik. Men o'yladim, ammoniy nitrat bo'lishi mumkinmi deb o'yladim. Diqqat qilaylik qani. Ya'ni u parchalangan vaqtida 1 mol suv bug'i chiqishi, yarim mol gaz chiqishi kerak. Masalan, hisoblash qonuniga foydalanamiz. Qanday demasa, 40 gramdan foydalanamizmi? 48 ni ayirib qo'ying, quruq modda mol 05 mol deb ketdi. Bo'lsa, bunda bo'ladi. Zo'r fikr. 40 bo'lsa, mana bu 18 bo'lsa, shuni olib tashlaganda bo'ladi, 22 bo'ladi. Ha, Demak, qo'shsak, yarim mol 22. 1 mol 44 karbondan ekan. Karbondan deb o'ylamadim. Karbondan bo'lsa, to'g'ri kelmaydi. Endi qaranglar, buni men N2O deb hisobladim. Lekin men buni boshqa yo'l bilan bu holatidan topmadim. Men 40 dan foydalanib topdim. Demak, o'zi bu nima bu? Men buni ammoniy nitrat deb o'yladim, lekin men bu qaranglar. Mana shu holatdan 40 dan 18 ayirib 22 chiqadi, 22 yarim mol, 1 mol X44 deb topishni men o'ylamadim, chunki men kelgan boshqa g'oya keldi. Hozir masalan shahzodaga keldi bu fikr. Endi qaranglar, men nima deb o'yladim? 40 gramdan ya'ni men buni ammoniy nitrat deb o'yladim. Barmi gelmiyor sırası. Ya ammoniy nitrat bo'lishi mumkin deb o'yladim. Ya'ni yana metal emas u
Su buğu bilen qaysidir bu aksitden oldu, ana şu ikisi geldi kelleme. Tushundikmi? Masalan, hozir orqa qaytalım. Asli mana bu yo'l eng yaxshi yo'l bo'lgan. Prosta men test o'tiraman, shu yo'l kellama kelmadi. Mana bu yeni ikki yo'l bilamiz. Sim proporsiyada o'tganmiz, yodingizda bo'lsa. Mana. Yanlışmasam. İkisinden birisi. Lekin mana bu son bu 40'a kelgan emas. Mana bu emeri 62 18 80. Tushundikmi? 80'dan chiqadi yana 36. 18'dan chiqadi mana 40. Tushundikmi? Darga qaytamiz. Demak mana bu x o'rnini x ni o'chirib tashlamayman. Mana beraman. Ammon nitrat. Bu holda dastlabki moddamiz kalsiy nitrat bilan ammoniy karbonat bo'lgan. Mana bu modda bilan kalsiy nitrat bo'lgan. Tushundikmi? Jarayon shu. Ya'ni bu sifralarni chiroylatib akkuratnetib berib turibmiz. Endi haqiqiy nimaga o'tamiz? Yechimga o'tamiz. Yechim endi boshlanadi. Birinchi masalani yechimi deb boshlaymiz. Tushundikmi? Ya'ni ajratib olingan cho'kma ekvivalent miqdordagi 8,33% bramid kislota eritmasida eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak 25 gram cho'kmamadi. Bu nima? U kalsiy karbonatmi? Kalsiy karbonatni olib, qaysi bramid kislotada eritamizmi shunda? Kalsiy bramid plus karbonat angidrid suv. Endi qaranglar. Mana bu 100 gram bo'lganda edi. Mana bir eksen denglashimiz kerak. 100 gram bo'lganda mana bu 81 ni 2 ga ko'paytirsam 162 gram bo'ladi. Qolgan eritma mana bu kalsiy bramid bo'ladi. Chunki nima bo'ldi? Ekvivalent miqdorda degani stixometrik nisbat degani. Ya'ni reaksiyaga ishib turgan moddalar o'zaro bir-birini sarflab tugallanib tamom bo'ladi. Yo'q reaksiyadan keyin degani. Va suv bilamiz. Suv shunchaki karbon tanga o'chib ketadi. U holda bizda mana bu kalsiy bramid qoladi. Tushundikmi? Shuning uchun bizga mana bu modda ham kerak 200 gram. Ve mana bu chiqib ketgan gaz ham kerak 44 gram. Tushundikmi? Bizda 25 gram bor. Bilamizku? Boshida 25 gram cho'kma tushdi dedi. O holda mana buncha gram bo'ladi. 4 marta kichkina 50 gram bo'ladi. Mana buncha bo'ladi 11 gram bo'ladi. Tushundikmi? Va mana bu ham kerak. Tushundikmi? 62 bo'lingan 4. 40 yarim. Xolos, hisoblama qolamasak qolaversin. Mayli, 40 yarim. Endi qaranglar. Bize de hosil bo'lgan eritmani nimasini so'rab turibdi. Mana bu tuzning foizi so'raladi. Shu tuzning foizini topishimiz uchun bizga hosil bo'lgan eritma kerak shu momentda. Demak, nima qilamiz? Uning uchun bizga mana bu vodorod bramidni, ya'ni bramid kislotani foizi berilganmi? Bizda ana shu foizidan foydalanib nimasini topishimiz kerak. Mana buni eritmani massasini topishimiz kerak. Shu eritmaga mana bu cho'kmani qo'shishimiz kerakdan mana bu gazni chiqarib tashlashimiz kerak. Yani nima qildik? Go'yoki stakanda eritma bor edi. Mana qandaydir 100 gramlik stakanda 100 gram eritma bor edi. İçine 25 gram tuz soldik va 11 gram gaz chiqdi. Qo'shgan narsa va chiqib ketgan narsani ayirish kerakmi axir? Qo'shganni qo'shish kerak, chiqib ketganni ayirish kerak. Shunchaki oddiy. Demak, nima qilamiz endi? 8,33% degani nima bu? 8,33 ni men nodda tasvirlayman, 8,3dan 1 deb tasvirlayman. Bu degani 25 taqsim 3 degani. Foizda bu. Tushundikmi? Hisob kitob oson bo'lishi uchun, demak 25 taqsim 300 bu. Ulushi o'tishim kerak, ma'qulmi? Ulushi o'tishim kerak. Demak, mana bu 40,5 gram. 40,5. Eğer ulushi o'tmasam mana shu o'zi qolaversin. 40,5 gram 25 taqsim 3% bo'lsa, 100% x. Tushundikmi? Shuni ko'chirib olaman. 40,5 ni dedim. Yani yankı faizden faydalansam ben bu aradaki faydalanışını istemedim. 3 faiz, 100 faiz x. 495 bo'lar. Bakrat hesapladın mı? Yo'q, xuddi shu usul. Mayli, hesaplayver. Yapamiz. 40,5'ni ko'paytiramiz 100'e, bölemiz 25 taqsim 3'e. Tushundikmi? Kesir gönderilemi? 40,5 ko'paytirilgan 100 ko'paytirilgan 3 taqsim 25. Skarat 4 oladi. Mana bu ikkisi boshqatdan 162 ni beradi. Shuni ham bo'lmay qo'yanga beradi. Mana bu yerda bo'lmay qo'yaversak
Bu arada şart farkı yok. Mana. Demek 162 3'e köpeytiremiz. 6 8 486. Endi nima qildik biz qaranglar. Mana shu 4 mana bu eritma 486 gram ekan, shuna 25 gram nima qo'shdik? Kalsiy karbonat qo'shdik va undan 11 gramni ayirdik. Demek 486 minus plus 25 11 demek nima bo'ldi bu? 1 511 minus 11 500 gram. 500 gram mı? O halda omega 0% so'ralgan lekin, to'g'rimi? Omega demeymiz. 0% kalsiy bromid teng bo'ladi 50 bo'lingan 500 100'e ko'paytiramiz. 10%. Mana birinchi savolning javobi. Tushundikmi? Lekin bir narsani bilinglar, bir dona ma'lumotdan sizlar o'tmagan tema emas. Ammoniy nitratni parchalashdan o'tganmiz, polniy reaksiyalar o'tilgan. Bir dona reaksiya ham o'tilmagan mavhum narsa emas. Даже maktab darsligidan o'tilgan bu narsa. Tushundingizlarmi? Podkurs material bo'lishi shart emas. Oddiy 7-8-9 klass kitobini bilgan bola ham buni ishlab biladi. Prosta o'tirib, chuqur o'ylanish kerak edi. Agar mabodo o'rganmagan bo'lsa. Ikkinchisi, ajratib olingan cho'kma ekvivalent miqdorda konsentratlangan ftarit kislotada eritilganda eritma massasi necha grammga kamayadi? İkinci mesele. Demek çökme nima bu? Kalsiy karbonat mı? Kaç ftu? Kalsiy ftarit plus nima? Karbonat angidrid. Doğru batırmam mı? Mana 100 gram koştu. Mana bu çökme düşedi. Mana bu gazok uçup ketadi. Demek mana bu 38'e 78 oladı. Mana bu 44 oladı. 78'e kocaman 44'nü 122 oladı. Qaranglar, sizlar 100 gram qo'shasizlar eritmaga. Lekin 122 gram chiqib ketadi. Necha gram kamayish bo'ladi? Necha gram kamayish bo'ladi? Demek 100 gram kalsiy karbonat qo'shganimizda 22 gram kamayish bo'ladi. To'g'rimi? Bizda 25 gram qo'shib qo'yibmiz-ku. Bu holda 4 marta kichkina bo'ladimi? Demek 5 yarım bu. 4'e bölesiz gelmezse ben 4'e bölüşü 2 marta 2'ye bölemem. Yarımı diyeyim. 4'e bölüp oturma. Ya, sırası çünkü yarımı ben göstermem. Bir sekundam seflerim. 22 yarımı hemen bilse gerek ya yarımı diyeceğim. Okula batkansa tutup sorarsam bilesizler. 11 yarımı sırası bilemem. 5 yarım. Düşündüsüler mi? Gerek bu 22'ni 4'e bölelim mi? Eğer tüm harp duran bulsam 22'ni 4'e yapmam aptı ama ev düşün diyeyim. Hadi 5 yarım ben hem oylanamam. Ucu büyün çençte isterseniz. Ucu isterim o zaman. Demek üçüncüsü. Çökme parçalanışından alıngan gaz. E'tibor beringlar. Çökme, qaysi çökme? Kalsiy karbonat çökmesi. Çökme parçalanışından alıngan gaz qanday massadagi kaliy peroksid bilan ta'sirlashsa, hosil bo'lgan gazlar aralashmasining molyar massasi 41 gram bo'ladi. Endi qaranglar. Karbonat kalsiy karbonatni parchalasak, karbonat angidrid gaz chiqadi, to'g'rimi? Mana shu haqida e'tibor urg'u beryapti. Uchinchisi, kaliy peroksid mana. Bilamiz. Uglerodning temasidan peroksidlarning temasidan o'tib ko'pmiz. Peroksid degani kimning temasida? O ishqari metallar temasida. Kaliy karbonat bilan kislorod. Yarım mol. Alakasınızda doğru dinleseniz bu ben yarım mol da dinlemedim. Yarım mol dinle şunu. Yine. Yarım koyup dinledim. Şimdi qarab turinglar. Gazlarni dedi. O yemeği 41 bo'lsin dedi. Karbonat angidrid kislorod ma'qul, paskal shu qismiga o'ynadi, to'g'rimi? Shunchaki qaranglar. Karbonat angidrid, kislorod 44, 32, o'rtacha 41 bo'lsa, mana bu joy 9, mana bu joy 3 oladi. To'g'rimi? Yarıma, qaranglar. 3'e 1, yarıma 1 yarım bo'ladi. Bir yarım mol karbonat angidrid nima qilishi kerak? Ortiq qolishi kerak. Tushundikmi? Yarım mol kislorod durgan joyida 1 yarım mol karbonat angidrid ortiq qolishi kerak. Mana buni chizamiz-ku, nima qaranglar. Mana bu 1 yarım bo'lsa, mana bu yarım bo'lsin deb turib. Xolasansa 1 mol qo'yib 3'e 1'da pishirsangiz ham bo'ladi, ixtiyorlaringiz. Tushundik? Kim o'qilay bo'lsa, shu bemalol ishlang xohlaganingizda. Demak, bu yarım bo'lishi, yarım hosil bo'lishi mana bundan 1 mol bo'lishi kerakmi? Koşsam 2 yarım mı? 2 yarım mol mu? Hop.
2,5 mol için peroksitte 78-32'ni koşsa 110 gram gerek болады. Doğru mu? Bizde de 0,25 mol var. Yani 25 gram kalsiyum karbonat 0,25 mol mu? 0,25 mol kalsiyum karbonattan 0,25 mol karbonattan hasıl болады mı? Demek 0,25 mol olsa mana bu necha bo'ladi? 11 bo'ladi. Mana boshqatdan ko'rsataman. Mana bunu hazır 2,5 çıkardık. 2,5 olsa mana bundan bo'ldi 110. 0,25 bo'lganda 11 bo'ldi. Xo'p, mana bu dim bilmasangiz mana buni o'tirib chiqaringlar. Demek bu necha gram edi axir? 25 gram edi axir. 100'e bölsem 0,25 mol mu axir? Tushundikmi axir? Bu 0,25 mol bo'lsa, bundan chiqadigan karbonat angiddan 0,25 mol bo'ladimi? Kim tushunmadi? Savollar bo'lsa hozir beringlar. Chunki tez tushuntirib turibmiz. Keyingisi. To'rtinchisi. Birinchi eritma. Bo'g'latilib. Birinchi eritma 2 valentli metal eritmasi. Shunday qaytamiz orqaga. 2 valentli, yo'q bu ham emas. Mana. 2 valentli metal mana bumi? Bu metal emas tosh, to'g'rimi? Bu dastlabki holatga qaytamiz. Birinchi eritmaga dedi. 2 valentli metal tuzi dedi. Eritmasi bo'g'latilib 500 gradusgacha qizdirilganda qancha gaz ajraladi? Endi qaranglar. Mana bu 0,25 mol bo'lsa, bu ham 0,25 mol mu? Oxiriga boramiz. Shu savol shunday. To'rtinchi savolmi? Kalsiy nitrat. Kalsiy bilamiz. Nitrit. Yani aktiv metallar bor edi-ku. Bularni qanday hosil qilgan? Nima? Alyuminiygacha bo'lgan, yo magniygacha bo'lgan tosh. Nitrit bilan kislorod hosil qilib tashlanadi. Neyse dengni. 1 mol bo'lganda gaz so'radimi? Necha litrlab so'rab turibdi, to'g'rimi? 22,4 litr. To'g'rimi? Bizda esa 0,25. 4 marta kichkina, to'g'rimi? Sразу 5,6 deymiz. 5,6 litr. Kim tushunmadi? Ana endi keyin qaytamiz. 5-misol. 5-savol. Qaranglar, men chiroyli deb yozmadim bu holatda, lekin men odatda imtihonga kirganimda har birsini shuni, masalan, javob yozib ketinman. Ikkinchi dedim, ikkinchiga yechib qo'yaman. Uchinchi dedim, uchinchiga yechib ko'rsataman. Tushundingizlarmi? Daskada men sizlarni chatib bergan bo'lsam, imtihonda shundan sal chiroyliroq deb yozaman. Tushundikmi? Sal chiroyli deb yozaman. Mo'sh mana bu chinokini bir nima qaralamada qoldirishim mumkin, chenoy qismida qoldirishim mumkin. Lekin o'zini yozaman. Shuning uchun sizlar javob yozib, ikkinchi 5,5 deb ketmanglar lekin. Men yechim yozaman. Odatda yechim yozib 75 baldan baland bol. Eng kam olganim balim maksimal bol 75 bol. O'zi A+ni maksimali 75 bol. Tushundingizlarmi? Maksimali 75 bol. Men eng kam olganim 75 bol bo'ldi. Yine yodimda ekan, bakaloid eng ko'p olganim demak 82 bol ekan. Demak, bemalol zo'r aytib yozsangiz, men shu aytib yozaman. Ya'ni maksimal olish uchun men shu aytib yozib yuribman. Qarorchi men shu aytib yozib yuribman, men maksimal bol olib yuribman. Tushundingizlarmi? Shunchaki javob yozib, men oqshom ish tekshirdim. Sen yozib qo'ydi javob malahid. Neden chiqdi malahid? Bilmaydi. Men bilmayman yozgan. Bu bilan u yonboshidan ko'chirdimi bilmayman neden kelganini. Ikkinchi 20% deb yozib qo'ydi. Shunchaki. Neden getirib chiqadi 20%? Bilmayman men. Tushundingizlarmi? Yechim bo'lishi kerak. Xo'p. Geldik 5. İkinci yetme bo'g'latilib. Xo'p, ikkinchi yetmada nima bor edi? O'ylanamiz. Ikkinchi yetma bo'g'latilib. Xo'p. Masalan, xohlasangiz o'qinglar. Markama qaysiman bo'ladi, lekin sizlar orqangiz so'rmaydi-ku. Davay, masalaga qaytamiz. O'qiymiz masalan. Ekvivalent miqdorda olingan ekvivalent miqdorda olingan 2 modda suvli eritmasi aralashtirilganda 25 gram cho'kma tushdi. Cho'kma filtrlab olingandan keyin 14 gram qattiq holdagi metal oksid va gazsimon oksid hosil bo'ldi. Filtrat ohista bo'g'latilganda, men shu filtratni ikkinchi yetmam ekan deb o'ylab turibman. Ammo nitrat eritmasini men ikkinchi yetmam ekan deb o'ylab turibman. Yana kimdan ikki fikr bor? Men shunday o'ylab turibman.
Ammonium nitratını o'ylab turibman endi. Endi qaraymiz. İkinci eritme bo'latilib 110 gradusgacha qizdirilganda modda to'liq parchalandi. Ya'ni ammonium nitratni parchaladik deb o'ylab turibman. O 215 gradusgacha termik parchalanadi, to'g'rimi? Lekin bu yana o'tgandan keyin 110 gradus Selsiyaga qizdirildi, to'liq parchalandi. İki gap juda boshqacha bir-birini o'rganib turibman. Kimdan ish fikr va fikrlashni aytimi? Masalan, yaxshilab o'qinglarda. Bunda hosil bo'lgan gazlar aralashmasining o'rtacha molyarmasini hisoblangan. Ekvivalentli so'yishi salohiyatini yo'qlaydi. Halatda biz onu ekvivalent etib keldik. Ya'ni reaksiyaga ortiq qolmadi ichki qaysi moddada ishlab keldik. İkinci eritma bo'latilib dedi. Bu yana qaysi eritma bo'lishi mumkin? İkinci eritma. 110 gradusgacha qizdirildi. Bular nima qilyapti? Cho'kmani filtrlab olib, cho'kmani 1100 gradusgacha qizdirdi. 14 gram qattiq holdagi metal oksid va gazsimon oksid hosil bo'ldi dedi. Ya'ni cho'kma oldi o'zi. Endi filtrat. Filtrat oqsida bo'latilganda 40 gram ko'p qoldi dedi. Mana bu 40 gramdan ammonium nitrat deb o'ylamadim men. Tushundikmi? Bo'latilib 110 gradusgacha qizdirildi dedi. Yuqorida esa 215 gradusgacha qizdirildi. Farqi bormi ekan ammonium nitratni qizdirganda? Biz ammonium nitratni e'tibor beringlar. Qanday qizdiramiz? Odatda ammonium nitratni olib N2O plus suv deb qizdiramiz. Ya'ni bu holatda 215 gradusdagi qizdirish bor. Mana. Agar bu holatni ko'radigan bo'lsak, diqqat qilinglar. Masalan, bizda sizlar bilan aynan shu moddani 110 dan yoki 215 da qizdirishni sizlar bilan temada o'tmaganmiz-ku. To'g'rimi? Farqi bor yo'qini bilmaymiz-ku. Nima shu aqarimda nima deb oldim? Mana MR44 plus mana buniki. Necha? 18, 36. Ucu 110 gradusda suv bu hisoblanadi. Gaz hisoblanadi. Qo'shsam 83'e böldü. Ve 26,6 devrede çıktı. Lekin cevap 24. Demek başkaça nokta nazardan başkaça fikirlerden joyuna gelip turibmiz. Belki ammonium nitratdan yana ne çıkışı mümkün? MR 24 çıkışı gerek. Ne bo'lishi mumkin? Shu sizlar uyga bersa bo'ladi. Hozir o'qnoma tushundikmi? Shu uyga bersa bo'ladi. 24 gram chiqqan gazlarni. Gazlar aralashmasining o'rtacha molyar massasi. Görəsizlər. Ben 26'dan çıkardım, lekin cevap 24. Əməliyyat çıkarmayken de bo'ylamadim başlap. Yani şunu o'yladımdan ne o çıkardı az? Bundan nitratlar çıkışı gerek. Vallahi yaş enik yonan bir çerese bulur eken koydu. 500 gradusda yukarı temperatura. 500, bir de 110 da koydu. Şu 500 koydu. Bir de 110 da koydu. Benim gözüm ez, 110 da koydu. Kırkıştan az etemiz. Bu gemeyse bu atışları. Oynan görüyoruz, oxlamalı. 43. 1 mol X tuz 250 gradus Celsius'da parçalanganda 1 moldan A, B, S ve D gaz sıma modda hosil bo'ldi. Yani o'tlab ketasiz endi. Ha, deyman. 1 mol eng главный bizga kerak bo'lgan narsasi 1 mol deb turibdi. Va bundan A plus B plus S plus D dedi. Hop. Endi gazlar aralashmasi suvda yuritilganda Y tuz hosil bo'ldi va bu gaz yutilmay qoldi. Umuman qo'ya gelmedi. Yutilmagan gaz. Ne bo'lishi mumkin? Belki kislorod, belki azot bor deydi. Men ekan to'shni bilib bo'lmaydi. Chunki suv yutilmagan odam gazlar ko'p, oz emas. Va bu gaz yonganda su gaz hosil bo'ldi. O'ylandim, ha bu gaz NO bo'lsa, su gaz NO kim ekan? U ham o'ylash mumkin. Yoki bu gaz SO bo'lsa, su O bo'lsa, organik gaz bo'lsa. Ana u karbohidrat gitmagan. Deb ham o'ylansam. Xo'p, balki bo'lishi mumkin. Keyingi o'tamiz. Natriy gidroksid su gaz bilan normal sharoitda bu gaz bilan yuqori bosim va temperaturada ushirganda javob keldi. Yuqori bosim va temperaturada natriy gidroksidning bir modda bilan reaksiyasi bor. Is gazi reaksiyasi. Tushundikmi? Shu ana shu narsa bizga ключ bo'ladi. Tushundikmi? Shu gapni o'zi bizga kalit vazifasini bajaradi. Geldik, topdik kalitni. Demak, nima dedi? Natriy gidroksid su modda bilan su gazi bilan normal sharoitda bu gaz bilan yuqori temperaturada topdik. Bu gaz is gazi ekan, uray. Davomini o'qiymiz. Bu gaz dedi.
Yani o dedi. O bir gap eldine qaytamiz. Bu gaz yanganda su gaz hosil bo'ladi. Mana bu is gazini yaksangizlar, bak yakamiz. Demek mana bu karbonat angidi. Keyin yine bizlar shu gapni isbotlash uchun yana boshqa ma'lumot berdi. Mana bu karbonat angidni grafit bilan ishlov berganimizda, qaytarganimizda bu hosil bo'ladi dedi. 2 mol is gaz chiqaman. Kakaz taptık. Keyin ne dedi? A, B, C, D moddalardan E moddanın zışlığı en katta ve D ötkür gaz, ötkür hidli gaz. Şimdi ben buluşum ki vodorod sülfitmeken de ben oylab koydum. Mesela uyam hidi ötkür. Lekin onu hiç ötkür hidli gaz demeydi. Balarda tuxum hidi keladigan gaz deydi. Ve en son ötkürlerini bize ötkür hidli ya en ötkür degende yani ötkür hidli degen düşünce mesela konur rengli gaz deydi. En ötkürge aytadı. Onun hidi hakkında bize hiç yerdə məlumat vermedik. En son ötkür çıkanda hem gazın hidi hakkında hiç kanday məlumat vermedik. Düşündük mi? Mesela badam hidli deyimiz, yoki chesnok hidli gaz deyimiz. Ha? Lekin ötkür hidli gaz degen çünkü ammiyak qaratılar. O halda ben oyladım, mana bu ammiyak bo'lsa kerak deb oyladım. Endi oylandim, yine bu gazlar ekan. Çünkü aytib ko'ydi. Bu sırtı moddalar içinde en zışlıkı ağır bo'lgan dedi. Oy 44 tane ağır qaysi gaz ekan o deb oyladim. 44 tane ağır gaz qaysi ekan bu? Oylanıp bo'lmaydan keyin diqqat qilib o'tirsam, ana 50 gradus Celsius degan so'zni yutib ketdik. Shu so'zni gördüm, 50 gradusni kavshini 50 gradusni ko'rgandan keyin bo'ldi, yechdik. Sebep 50 gradusda o'sha suyuqlik hisoblanadi. Qolgan hammasi bo'lsa-da, is gazi, karbonat angid, ammiak hammasi 50 gradusda gaz bo'ladi. To'lqa suv bug'i 50 gradusga tushgandan keyin o'sha suyuqlik aylanib ketadi. Suyuqlik bo'lgandan keyin qanday o'zishib ketdi bo'ladi. O yechimni topdim, demak mana bu suv ekan dedim. Tushundikmi? Yani su bo'lganda uni emeri, gazsimon holatda turganda emeri, yani zışlıkı karbonat angidnikidan ham mana bu is gazinikidan ham kichkina edi, lekin 50 gradusda qo'ydi. Ve bizlar aytdi, yana bir gap aytdi, mana bu 1 mol bo'lganda bular bir-biridan chiqadi dedi ve hammasi gaz dedi. Necha gazda paytlardi uni? 250. 250 da. Qancha 250 da? Mana bu suv gaz holatda bo'ladi. Tushundikmi? Demak hamma gap isbotini topdi. Endi o'yladim, inovi moddaga qaytib borishimiz kerak. Keyin o'yladim, qaysi modda suv, is gazı ömrümde görmegenman deb o'ylanib o'tirdim. Nima bo'lishi mumkin bu? Nima bo'lishi mumkin? Keyin bize uglevodlarni, is gazlarni olinishi degan temada oksalat kislotada berib ko'ramiz. Chumoli kislotani parchalab is gaz olish mumkin deb ko'ramiz. Oksalat kislotani parchalab is gazi bilan karbonat angidrid aralashmasi hosil bo'ladi degan joyi bor. Tushundikmi? Endi ne oldu çizip görüşüm gerek ku? Kime oylandım? Davay. Bu ham yapma. Yani bu ham 1 mol. Bular ham birden çıksın dedi. Şart şunu değil. O halde oyladım. He dur. Ne bunu ne koduk görürüz. Yani kaç 4. Ammoni aksalat diyecek koduk durupma. Lekin bu ham yapma. Aksalatla nime var? Maytım. He bir salmaz mı kalma. Nereden tuz? Ammoni hidraksalat. Düşündük mü? Demek ben birincisi yani geçtim. Yine. X tuzlu parçalanışlar sesini topun dedi. Ki aytdı? Gazlar aralashmasi. Mana bularni aralashtirib turib suvda eritsam, qaranglar. Suv is gaz yutilmay qolgan. Bu gaz yutilmay qoldi dedi-ku, to'g'rimi? Ana is gaz ekan yutilmay qolgan gaz. Ammiak, karbonat angidrid. O'ylanamaydi men. Ammoniy karbonat chiqam ekan. Deb o'ylansam mumkin emas. Men ba'da anglaringizda o'chirib ammoniy karbonat chiqarman. Sababi bular 1 moldan-ku. Mana bu agar bunday chiqish uchun 2 mol chiqishi kerak edi, mana bundan 1 mol bo'lishi kerak. Demak, mana bunday aytib yozib qo'ysangiz sizlar noto'g'ri ishlagan bo'lasizlar. Tushundikmi? O holda bizga nima kerak? Ammoniy gidrokarbonat chiqadi ekan. Mumkinmi axir? Nordon tuz, mana hosil bo'ldi. Keyin bu gazning natriy gidroksid reaksiyasi. Bu gaz is gazi, to'g'rimi? Mana bu ikkinchi aydi, uchinchi yo'q. Bu gaz is gazı. Natriy gidroksid reaksiyasi. Kimlar kislota asas temasini topshirgan bo'lsa, oksid temasini topshirgan bo'lsa, oksidda aytilgan. Is gazi betaraf Tuz hosil qilmaydi. tuz hosil qilmaydigan gaz bo'lsa ham, natriy gidroksid bilan yuqori temperatura va yuqori bosim ostida tashlashadi. 4-guruhdan o'qimadim bo'lmasa. Tushundingizmi? 4-guruh uglerod temasini o'qisangiz mana shu reaksiya aynan 4ta tayyor bo'ldi. Va men oksid topshirgan har qaysi o'quvchiga mana shu reaksiyani beraman, har doim savol javobda. Endi qaranglar, javob 4-chi S gazini natriy gidroksid mol miqdorida S gaz karbonat angidrid. Mana karbonat angidridni olamiz va natriy gidroksidni mol dedi. Tushundikmi?
Yani mol degen nima uchun kerak desangizlar, natriy karbonat hosil bo'ldimi yoki natriy gidrokarbonat hosil bo'ldimi degan muammo paydo bo'ladi-da. Mol dedi. Mol degani ko'p degani. Qaranglar, natriy gidroksid ko'p bo'lsa, natriy 2 chiqami yo natriy 1 chiqami? Tushundikmi? Mana shunday bo'ladi-da, mana bu o'zini o'zi o'lchadi. Kim tushunmadi? Keyin 5-inchisi D gazni mislik oksid, mashhur reaksiya. D gaz. D ammiakmi? O'tgan darsda ishlagan testlaringizdan boradi bu. Azotni alinishi, misni alınışdan temada turibdi. Mis, azot, suv. Mis, azot, suv. Yana bir narsani bilinglar, reaksiyani tanlab qo'yish shart. Demak, mana bu joyga 2 qo'yamiz, mana. Mana bu joyga 3 qo'yamiz, 3 qo'yamiz, 3 qo'yamiz. To'g'rimi? Demak, 43-masalani misolni yechdik. 42. Tekshiramiz. 42 vaqtlab o'tirajak emasman. Birinchi reaksiyani bilasizlar, to'g'rimi? Alyuminiy gidroksid metan chiqardi. Ikkinchi reaksiya. İkinci reaksiyani ya bilmeyecek bo'lsangizlar, ikinci reaksiyani bilmeyecek bo'lsangizlar, asetilin, kaliy permanganat neytral muhitda oksidasiz kislota, kaliy gidroksid, margarin 4 oksid chiqaradi. Tamam, yozaman yaxshi. Birinchi reaksiyani yozmayman, ikkinchi reaksiya ko'raman. Aynen shu misolni sizlar bilan ko'rmaganmiz. O'zi aytib qo'ydi-da, kaliy 2, S2, O4. E'tibor beringlar, biz mana buni ko'rinishda berganmiz. Kaliy permanganat, suvi da ishlaganmizda. Nima deganmiz? Oksidasiz kislota, kaliy gidroksid, margarin 4 oksid deganmiz. Suv ya avanda yabonda turadi, vaziyatdan kelib chiqadi. Tushundikmi? Keyin jarayondan chiqib bo'lgan qaranglar. Agar men bu yerda mana shunday deb qo'ysak, mana bu ikkisi reaksiya girishaman. Va faraz qilinglar, bundan 2 mol, bundan 4 mol chiqqan bo'lsa, qaranglar, 4 mol chiqqan bo'lsa, mana buni 4'ü 4 mol chiqqan bo'lsa, kakras stoichiometrik bo'ladi ekan, ha? 6 mol chiqqan deylik. Mana tushundingizlarmi? Ya'ni mana 1 molini, mana bu yerda 1 vodorod, mana bu yerda 1 vodorod, 2 vodorod bormi? 2 molda jami 4 vodorod bormi? 4 kaliy so'rab turibdi. Ya'ni nima qilib turibdi? Demak, mana bu vodorodlarni kaliy gap turibdi. Yine bu kaliy oksidrat deb aytiladi. Eldin 2 qo'ysam, 4 kaliy gidroksid sarflanib ketdimi? Plus 2 kaliy gidroksid ortami? Va shuni hisobini hozir bu misolda ishlab ko'rsangizlar, danglasangizlar bilasizlar o chiqishini. Demak, margarin 4 oksid chiqqan, margarin 4 oksid chiqqan, kaliy gidroksid va suv chiqqan. Danglasangizlar bilasizlar. Tushundingizlarmi? Danglab ko'rganingizda chiqadi. Dim amalli o'lmasangizlar, misol uchun men kaliy gidroksid chiqarmadim desizlar. Qarasam danglab bo'lmay qoldi. Qanday dangladim buni? Danglashlarni ko'rsatib bering shuni. Danglashni ko'rsatib beraman. Oddiygina danglaymiz. 8H2. Mana buni ochib o'tirmanglar. Kimdir birovlar mana buni ochishni bilmasligi mumkin. Tushundikmi? Umuman u kaliy oksidrat ekanini bilmaydigan o'quvchilar ham bo'lishi mumkin. Daha shuni bilmaydigan o'quvchilar ham ishlashi kerak. Demak, buni nima qilaman men? S2H, S2O4, 2 minus deyman. Bo'ladimi? Kislotni statik. Kislota qoldirib ko'rishni yozdim mana. Endi qaranglar. Nav yetmaydi. Kislot yetmaydimi? Qanday qo'shing? 4 suv beramiz. 4 suv beramiz, davay. Qo'ydik. Yine. Endi qaranglar. 8 vodorod, bir de 2 vodorod, jamicha vodorod 10. 10 plus beraman, 10H plus beraman. 10 plus 2 minus necha qoladi? 8 plus. 0'dan 8'ni olib tashlasam minusdan 8 bo'ladi. Tushundikmi? Endi qaranglar. Marganis plus 7'den plus 4 o'tdi. To'g'rimi? Marganis plus 7'den marganis plus 4 o'tdi. 3'e o'zgardimi? Plusdan 3. Almashtiraman. 3'e 8. Davay. Mana 3 qo'ydim. Mana bir 8 qo'ydim. 3 qo'ydim. 8 qo'ydim. Qarasam, mana masalan birinchi misolimda kaliy gidroksid yozmadim. Boshlab yozmadim. Sababi kaliy gidroksid mana bu kislotani neytrallab, tuzga aylantirib qo'yibdi deb o'yladim. Keyin diqqat qilsam, mana bu joyda 8 kaliy, mana bu joyda 6 kaliy bor. O'sha 2 kaliy yetmaydi-ku. Tushundikmi? Mana shu 2 kaliy mana bu joyga berdim keyin. Keyin vodorodni dangladim. Nima qilamiz endi? Mana bu joyda 6 vodorod bor, to'g'rimi? 6 vodorod bor. Mana bu joyda 2 vodorod bor. 6 bo'lishini so'naldancha qo'shim kerak. 2 qo'shim, davay qo'ydik yine. Kislorota geldik. 8 4 32. Mana bu 12. 32'de 12 yaptırsam necha qoladi? 20. Mana bu 16. 20'de 16 alsam 4 kaldı mı? Mana bu joyda 2 kislorod, mana bu joyda 2 kislorod. Jami 4 kislorod reaksiyada. Tushundikmi? Ya'ni
100% bilmeslik mümkün ne çıkanını. Dengler, cereyanı dügelleş davamında bilip bararsa, yetmegen derseni koşup bararsa. Bilmedim, bilmeymen den çünkü ne yaptasanlar. Ötken derste atkanmıştı, işleş şart. Bilmesen hem işleş şart. Çünkü sen bilmesen hem işleş, yazış şart. İşleşsen et. Bilmesen hem bil. Düşündük mü? Üçüncü renk sen yadlarına ben hiç de vermegen ben onu. Ben öyle verdim mal onkisa da çıkameken de öyle verdim mal onkisa da çıkmam. Hadi. Görürsünüz sen. Dördüncüsünü göremiz. Dördüncüsü. S6 H5 O natri plus H2 SO4. S6 H5 OH bo'ladi. Bir-biridan da fark ko'tkaran. Mama desa natri sulfat chiqargan bo'lar edim sirasi. Bir degan uchun men noiloj qoldim. Natri gidrosulfat chiqar. Beshinchi renk ise ben beshinchi renk ise abla qilib doğrusu ekan, даже men xato ishlabman. Demek sımav bir xilari chiqqanda, ne chiqadi dedik? H xlor chiqadi ekan. Sımav karbon tangi chiqadi. Yodlab ketinglar eksa. Endi nima qilamiz? 6-chi. Men buni mexanizmni hozircha o'rganganim yo'q. Chunki men bu reaksiyani men o'zim yo'liqmaganman, o'zim foydalanmaganman shu orqacha. Ikkilanmam ko'tarmadim. Atarsam boshqacha. Men o'ylagan javob chiqmadi. Mana buni lekin aniq bilamiz biz. Vallahi. Mana bu odatda galagen angidritlar bular xomashyoq sifatida ishlatiladi. Galagen angidritdan boshqa birikmaga o'tish oson, shuning uchun bular xomashyoq hisoblanadi. Tushundingmi? Ya'ni oraliq birikmalar bular eng kerak birikmalar bular. Chunki bundan boshqa moddani sintez qilish mumkin bo'ladi. Shuning uchun amonyak qo'shgan. 1-2 nisbatda qo'shar edik biz temada. 1-2 nisbatda qo'shganmiz. Aynan galagen angidritlari amin ham qo'shib chaqli reaksiya ko'rdik. Kimlar amin temasini topshirgan bo'lsa, bu reaksiyada muammo etmaydi. Kimlar amin tema topshirgan bo'lsa, topshirmadingizlarmi hali? O'qiganda tushundingizmi? Endi mahsulot yozamayman hozir. Endi o'ylaninglar, tamam. Mana bu galagen ondan ne gelishi mumkin? Endi H2dan boshqa nima keladi? Endi xo'sh. Şu H xlor chiqadi, boshqa variant yo'q. Agar men burada 2 mol qo'shganimizda endi как раз amid chiqaradidan plus ammoniy xlorid chiqaradi. Tushundikmi? Bo'ldimi? Savolingiz bormi? 7-chi variant bo'yicha. Ha? 3 kakif chiqadi bu. 6 mol metana. 6 mol metana nima qo'shamiz ekan? 4 mol kislorod qo'shamiz. Ben umumen başka modda çıkarım ama bular umumen başka modda çıkartıyor. S2H2 asetilin plus 8 vodorod 3 mol üst gazı 1 mol karbonat angidrit. Qaysi mektep dersliginde berilgan shu? Ben bilinmem. Lise dersliginden berilmagan.